Keyingi video 30 ta like'dan keyin. Obunachilar 30 ta like so'ragandim, 214 ta qilib yuborasizlar. Hammaga rahmat, meni hayron qoldirdinglar. Demak, bu videoning ikkinchi qismini olyapman. Ikkinchi qismida endi men sizlarni hayron qoldiraman. Kanalga obuna bo'lib, videoni oxirigacha ko'ringlar. Demak, boshladik. Birinchi komat blok kodimiz mana shunday narsalar qiladi. Ya'ni bu obunachilar bu qor tepini o'tgan paytlaringizda end kristallarni paydo qiladi. Mana otasizlar, what the fuck? Nima bo'ldi bu? Nima paydo qilmayapti? Komat blokdan uzoqlashib bitmadim-ku men. Bolalar bu yerni ostiga kirib bitgan ekan, men qo'rqib ketdim. Mana bolalar hammasi ishlayapti, urisi yerni ostiga kirib bitdi. Mana shunday otasizlarki, end kristallar paydo bo'ladi. Bu sizlarga qanchalik yaxshi omon bilmadim, lekin qiziqarli edi. Do'stingizni hayron qoldiring. Buni qilish uchun biz albatta komat blok olishimiz kerak. Keyin esa uni yerga qo'yamiz va ichida men ko'rsatganday qilib yozasizlar. Umuman xato qilmasdan. Mana shunday yozasizlar. Keyin esa uni reset qilib, pastakasini iOS aktiv qilasizlar. Va bo'ldi. Va hammasi o'xshaydi. 100% o'xshaydi Minecraft Bedrock Edition'da. Va mana shunday ajoyib narsa qilib do'stlaringizni hayron qoldiradi. Hozir bolalar, bunday yozamiz. Mana bo'ldi. Mana qaranglar bolalar. Hozir sizlarga zo'r narsa ko'rsataman. Mana unda otasizlar, mana ko'rasizlarmi? Kamon teleport qila oladi sizlarni. Kamonni o'qin qayerda o'tsangiz, o'sha yerda teleport bo'lasizlar. Va mana qaranglar. Bunday o'tamiz. Shunday teleport qiladi sizlarni. Osmonga o'tsak, kamonni o'qi bilan uchamiz biz. Va ketdik. Komat blokdan uzoqlashib ketdik menimcha. Mana shunday o'tib teleport bo'lib ketaverasizlar. Suvda ketdik. Endi buni qanday ishlasini sizlarga ko'rsataman. Bu uchun bolalar yana o'sha komat blok olasizlar, yerga qo'yasizlar, ichiga kirasizlar. Xuddi men ko'rsatganday qilib yozasizlar. Mana shunday qilib xatosiz yozasizlar. Bitta nuqtasiga xato bo'lsa ham ishlamaydi bu. Xatosiz qilib yozasizlar, keyin ana buni reset qilib, pastakasini iOS aktiv qilasizlar. Xuddi shunday qilib tamom. Shunday o'tib yuraverasizlar. Hoppa, o'zgachaman. Mana bunga o'tamiz. Ko'rdilarmi? Shunday teleport bo'lib yuraverasizlar. Kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishni unutmanglar. Keyingi chitga o'tamiz. Yana bolalar komat blok olasizlar, mana shunday yolgandan keyin buni qo'yasizlar boqqa. Buni yerga qo'yamiz. Komat blokni ichiga kiramiz. Mana buni reset qilamiz. Pastakasini iOS aktiv qilamiz. Keyin bunga kirib, men yozganday xatosiz qilib yozasizlar. Mana bunday qilib. Endi bunday chiqamiz va mana bunday o'tasizlar va sizlar telefoningizlar pizdes bo'lib ketadi. Keyin komat blokni buzib tashlashga harakat qilinglar bolalar. Shunchaki buzib yuboringlar. Qanday chita telefonini hozir. Mana hammasi joyiga tushib ketdi. Men sizlarga endi keyingi komat blokni ko'rsataman. Bu ham kamon bilan iOS aktiv qilamiz. Bunisiga kiramiz va bunday yozamiz. To'xtanglar, buni oldin ko'rsatgan bo'lishim kerak buni. Adashmasam oldin ko'rsatganman. Buni hisoblangan boshqa yozamiz hozir.
Undan oldin yana komand blokni buzib tashlaymiz. Cho'taverlar portlab ketyapti. Yo'qtini spotlayapti. Komand blokni buzamiz. Mana tag bo'ladi. Bunisi qanday mana? Kamon bilan ham tuxum o'tasizlar. Tuxum o'tadigan kamon bo'lasizlar. Ham kamonni yo'qni o'tadi, ham tuxumni ham o'tadi. Bunday qudratli kamonlardan biri bu. Shunday qilib tuxum o'tasizlar. Kamonli tuxum tinmasdan o'tadi bu yana. What the fuck? Bizdez zo'r, ha, o'la. Shuning uchun kanalga obuna like bosinglar. Xo'p. Va bunday qilish uchun komand mana xuddi mana shunday bexato yozasizlar. Respect va Alice aktiv qilib qo'ying. Keyin bo'la egg deb yozilganini o'chirib snowball deb yozasizlar. Snowballni bo'lmishini yozasizlar. Keyin A biladi ball ana. Endi qarasizlar. Endi sizlar tuxum o'tar kamoninglar qo'r ham o'q o'tadigan kamonga aylanadi. Qudratli kamon bu. Islam tinimsiz yaraqlatib tashlaydi bu. Vafshi bunday kamon bilan skeletlar kuchayib ketadi. Bolalar, endi men sizlarga kuchli o'tar kamonni ko'rsataman. Bu bolalar kamonni itida bu bolalar kuchli bilan o'tadi. Kuchli o'tar ko'rasizlar? Hozir kuchli o'tib o'ldirib yuboryapti odamni. Kuchli o'tar kamonda bu hozir. Mana tinimsiz kuchli o'tadi. Nimagadir kuchga tegyapti-da, yo'q. Mana kuchli o'tardi bu kamon. Kuchli o'tib qo'yaradi, o'zini o'ldirib yuboradi. Mana bular komand esa mana shunday. Wolf deb yozasizlar, respect qilib Alice aktiv qilasizlar. Tamom. Bu kuchuklar ko'zlar qip-qizil bo'lib ketdi bo'ldi. Hozir bu kuchuklar hammasini o'ldiramiz. Qanday qilib deysizlar? Bunday kill komandasini yozib, kuchukcha qilamiz. Bu hamma narsani o'ldiradi. Mana hammasini o'ldiradi. Aytgancha buni reset qilib, pastdagisini esa Alice aktiv qilamiz. Va tamom. Mana hamma narsa o'ladi. TNT blok ham o'ladi. Endi bildim mana. Mana kuchuk o'tib o'lib, kamonni o'zi ham o'qi ham o'ladi. What the fuck bo'lar ko'rdinglarmi? Keyingi kamonimiz bo'lar bu olov o'tar kamon mana. Ko'rasizlarmi? Bu bilan mana bu yerni yo'q qilib tashlayman olov bilan. Yo'q qilamiz bu yerni mana. Bu olov o'tadi. Hech qanday sehrlanmagan oddiy kamon olov o'tadi. Mana ko'rishinglar mumkin. Yo'q qilaveradi shunday. Unday kamonni qilish uchun komand blokini olib yerga qo'yasizlar. Yerga qo'ygandan keyin ichiga kirib, mana bunday qilib reset qilib, pastdagisini Alice aktiv qilib, keyin unda 2 yozasizlar, 2 yozmaysizlar. Buni qilasizlar. Men ko'rsatganday qilib yozasizlar hozir. Mana bunday qilib. Mana bexato qilib yozasizlar mana shunday. Mana shunday yozgandan keyin bemalol olovli kamon ishlataverasizlar. Bunday kamonni olib shunday o'tasizlar, yonaveradi. Bunday qilib o'rmonlarni, daraxtlarni yoqaverasizlar. Endi esa obunachilar mana shu komandni yozinglar. Bu sizlarni yozinglar shunday qilib xatosiz yozasizlar. Bu mana qaranglar. Yerlarni tekislaysizlar bu orqali. Mana shu yerni tekis qilib qo'yaman o'zimni. Keyingi komand kodimiz esa bu ham kamon bilan yoziladi bolalar. Ya'ni bu muz o'tar kamon. O'tgan joylaringiz muzlab qoladi. Hozir mana shu mana buni ham bexato qilib shunday yozasizlar komand blokining ichiga. Keyin buni reset qilib pastdagisini Alice aktiv qilasizlar dedi. Va keyin kamonni olamiz hozir. Mana kamon
va endi bunday qilib o'tasizlar. Muz mana muz paydo bo'ldi. Endi juda tez paydo bo'lyapti. Zato paydo bo'ldi bolalar, muz o'tarkan bo'ldi. Mana bolalar ko'ryapsizlar, muz paydo bo'lyapti. Hamma o'tishilish bilan mana bu zombini o'zi muzlatib qo'yaman. Mana muzlab qo'ydi zombi. Mana yana bitta o'tamiz ham. O'zim ham muzni ichiga kirib qoldim shekilli. Hozir muzni sindiraman. Keyin komat o'zi esa mana bo'ldi. Mana shunday qilib komatlar to'ldirib tajaymiz. Va bunday qilib aktiv qilib reset qilamiz. Mana soatkashib ketimiz. Shunday qilasizlar. Zatada kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. 3-qism 300 ta likedan keyin chiqadi. Kanalga obuna bo'linglar.